Yo, hammalarga assalomu alaykum. Bolalar yaxshimisizlar? Kunlar yaxshi o'tibdimi? O'zi video olishga ham sal bo'lsa ham ko'nikib qoldim. Bugungi o'yinimiz Level Devil o'yini bo'ladi. O'sha hammani qon qo'rgan o'yin. Bugun mana shu jinni bo'lib ketmasam bo'ldi. Jinni bo'lib ketmasam bo'ldi. Iloji boricha o'yinlar meni miyam aylantira olmaydi lekin. Jinni qora olmaydi. Gap bilan. O'yinni boshlayveraylik. Birinchi minutda bizani kutib oladi. O'yinlar soni va ketma-ketligi va o'limlar soni, nastroynika, editor nima deydi? Hokazo deydi, ha. Tak, unda birinchi qo'lni boshlaymiz. Endi bir marta o'lib qo'ydim, bir marta hisoblamaymiz. Chunki birinchi ochgan paytim qanaqa o'yin ekan deb bir o'ynab ko'rdim. Bir marta o'ldim oddiy o'yin edi. Asabiylashmadim nima lekin. Ketdi. Mana Osonu? Oye. Bo'ldimi? Qiyinmi shu? Voy. Men ikkita ekanman, yo'qoling. Bu knopka nima deyapman men? Bunisidan boshlaymiz bir o'zim. Oy. Yorvordim lekin. Bilmagandim, seriyozda bilmagandim ochilishini. What? Harom ekan-ku bu chiste. O'tdim. No, o'zimga balli. Voy, shunki sira sakrab o'tib ketish kerak ekan. No, normal. Uy, bella. Ana va bittasi to'xtaydi ekan, izidan keyingisi ochaveradi ekan. Bu bu o'yinni tuzgan odam qanaqa? Bu jinni bo'lmaganmi? Bu odam ey. Qaranglar. Aldomading, chumo. Davay. Birinchi qismidan o'tdik. Ikkinchisiga o'tamiz. Bosib yuboribdi, o'zimda aybim bu. Zadni. Voy, bot. Nice. O'ylash kerak. Agar bu yoqqa tushadigan bo'lsam, ochiq tomoniga, hech narsa yo'q tomoniga tushadigan bo'lsam, biror narsa bo'lishi aniq. Demak, har doimgidek xavfga tik qara degandek bu tomonga sakraymiz. Молодцы. Plus 99 aura. Ular chaqib paqib tepib yormaydimi yo tushirib yormaydimi aldab? Voy.
Naslujdayev deydimi? Avtomat ekan bu. 9 marta o'libman. Ikkita qismda 9 marta o'lishim mumkinmi? Aka shuni choy qilaman deganda o'sha chuqurga olib kiraveryapti-ku, shuni aytarlar. Olib kiraveryapti. Endi chort. Ular qanaqa qilib oson yuttirib qo'yishi mumkin mana. Va o'lganda oson, o'lganda oson. Odamni loh qilishdan boshqa narsa bilmaydi. Bilardim-da bunaqa qilishini. Roro degan streamer bor-ku, o'sha o'ynaganda bu o'yinini ko'p bir ikkita qismlarni yodlab qolganman. Va mana loh. Qayerga chop borilsam, aytga chop borilsam. Voy. Oxirgacha ko'rmabman-da. Oxirgacha ham ko'rmab. Pul o'lsin, pul o'lsin. Pul o'lsin. Pullaringni ko'tlaringga qo'yinglar. Demak, sizdan agar borku o'sha o'yinni yaratgan odam oldimdan chiqib qolganda nima qilardim bilasizlarmi? Jag'ini to'kaverardim, ishoninglar, jag'ini to'kaverardim. Jotdan yeto. Jota bunchalik oson bo'lishi kerak emas. Voy belim. Nima qilish kerak bunda? Sakramas kerak ekan. Voy harom. Voy plas. Hop. Loh ko'rdim men, loh. Unchalik loh emasmi? Nima? Bu bomba bu. Teksam porlaydi. Ishonmaysizlar bitta ko'rsataman sizlar uchun. Aytdim-ku, bomba-da bu. Bular ana boyagi tanga deb buni oldirmoqchi bo'ldi. Tushunasizlarmi? Lekin olib qo'ydim sizlar uchun. Voy, tyu. Ash-bash deguncha 17 marta o'ldik. Voy. Bola men lekin bu yoqqa qaragan tugmani bosgan edim. Mana qaranglar. Bu yoqda bosyapman. Mana qaranglar, mana. Chappa knopkani bossachi. Bo'ldi. Sakragi joyida.
Demak, shu birinchisini ko'ti qichiydi ekan. Nima bu? Voy. Asabim o'ynayapti. Masuka, ayb qil. Men unday o'ylayapman. Qaranglar, bular shunaqa narsani o'ylaganki, mana tikonchalar ustiga kelgan paytim sakrab o'tishimni bilgan va sakrab o'tayotgan payt mana knopkani bosish kerak. O'sha knopkani bosgan payt esa ustida qolib ketaman-ku. O'sha payt mana urilaman o'sha narsalarga, mana tikonchalarga urilaman. O'shani o'ylagan uchmolar. Men bo'lsa, shuni prosta bosib oxirida ham bor ekan. Oxirida ko'rmabman. Deng. Hamma narsa o'z holiga. Просто. Yeah. O'zgarar ekan knopkalar. Buyina. Bu o'yin men bilan o'ynashyapti bor-ku. Har bitta qadamingni o'ylab bosar ekansan bu o'yindagi. 31 marta ham o'lamanmi? Davay bolalar, keyingi o'yinga o'tamiz, chunki YouTube videomizda hozirda har oxirgi videomizda oxirgi 2 minut qoladi. O'shamizda hozir 15 minutlik video ola olamiz, chunki undan oyoq duq etmaydi. Tasdiqda o'tmaganmiz YouTube'da. Davay bolalar, keyingi videoga o'tamiz, keyingi o'yinga o'tamiz. Cat. O'sha hamma sevib o'ynagan o'yin, o'sha Roro degan streamer kuzataman, boya ham aytgan o'tganimda. U o'yinni mana shu o'yin bilan men uni topib olganman-da. Masalan, post ko'rib ketyapman, reels ko'rib ketyapman, o'sha o'yinini ko'rib qolib o'ynaganman, ham katta. Babul. Qanaqa ochamiz? Nimani? Можно берashim. Hammalardan ming bor uzr so'rayman. Nimaga desanglar, videoni bunaqa tez tugatib qo'yganim uchun va Cat o'yinini yaxshi o'yna olmadim ham, sizlar ham yaxshi tomosha qila olmadinglar. Ming bor uzr so'rayman, chunki YouTubedan tasdiqlashdan o'tganimdan keyingina 15 daqiqadan ko'proq video qo'yishim mumkin. Hozirda uning uchun 91 lik Beeline sim karta kerak ekan. Beeline sim karta olgunimcha shunaqa videolar olib turaman. Endi tushunasizlar degan umiddaman. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlar bo'ladigan bo'lsa, like va podpiska knopkasini bosib qo'yishni unutmanglar.